Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. Gaz hisoblagichini tekshirish plombasi muddatidan o'tgan hisoblagich gaz xodimlari kelganda qanday harakat qilish va eng asosiysi 22 million 500 million so'mgacha jarima yoki katta qarzdorlik yozilib, keyin uy-joyingizga xavf tug'masligi uchun nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir xonadon egasiga tegishli. Kvartirada yashaysizmi? Hovlida yashaysizmi? Ijaraga berganmisiz? Ota-onangiz nomidagi uyda turibsizmi? Farqi yo'q. Gaz hisoblagichi bor joyda mas'uliyat ham bor. Men bu mavzuni oddiy tilda tushuntiraman. Chunki ko'pchilik muammo boshlangandan keyin yuguradi. Men bilmagandim. Menga aytishmagandi. Hisoblagich o'zimniki emas. Kvartirada ijarachi turardi. Gaz xodim kelib bir narsa yozib ketdi dedi. Lekin hujjat imzolangandan keyin, dalolatnoma tuzilgandan keyin va qarzdorlik shaxsiy hisob raqamga tushgandan keyin uni bekor qilish ancha qiyin bo'ladi. Shuning uchun hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga qaysi holatda jarima yozilishi mumkin, qaysi holatda siz o'zingizni himoya qila olasiz. Gaz xodimi kelganda nimaga imzo qo'ymaslik kerak, nimani suratga olish kerak, qayerga ariza yozish kerak. Hammasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik gaz hisoblagichi masalasiga jiddiy qaramasdi. Hisoblagich davrda turibdi, raqam aylanyapti, oyma-oy pul to'lanmoqda, demak hammasi joyida deb o'ylardi. Gaz tashkiloti xodimi yiliga bir marta kelib ko'rib ketadi. Plomba joyida bo'lsa bo'ldi degan tasavvur bor edi. Lekin amaliyotda eng katta muammolar aynan shu beparvolikdan chiqadi. Hozir vaziyat boshqacha. Kommunal tizimlar raqamlashtirilmoqda, shaxsiy hisob raqamlar, iste'mol tarixi to'lovlar, hisoblagich ko'rsatkichlari bazada ko'rinadi. Gaz tashkilotlari qarzdorlikni aniqlash, noqonuniy ulanish, plombaga shikast yetishi, hisoblagich muddatidan o'tishi, hisoblagich ko'rsatkichiga aralashuv kabi holatlarni ancha faol tekshirmoqda. Agar tekshiruv paytida dalolatnoma tuzilsa, iste'molchiga juda katta summa hisoblanishi mumkin. Ba'zi holatlarda bu summa 22.500 ming so'm atrofida yoki undan ham ko'p bo'lib chiqishi ehtimoldan xoli emas. Chunki hisob qayta hisob kitob orqali, ya'ni normativ, quvvat, muddat va boshqa mezonlarga qarab chiqariladi. Eng xavfli tomoni shundaki, odamlar jarima deb atayotgan summa har doim ham faqat ma'muriy jarima bo'lmaydi. Ba'zan bu qayta hisoblangan gaz iste'moli, ba'zan zarar summasi, ba'zan penya yoki qarzdorlik bilan qo'shilgan majburiyat bo'ladi. Fuqaro esa farqini bilmaydi. Menga jarima yozishdi deydi. Aslida esa hujjatda qayta hisob-kitob, zarar, noqonuniy foydalanish, plomba buzilishi, hisoblagichga tashqi ta'sir kabi iboralar turgan bo'lishi mumkin. Agar bu summa vaqtida hal qilinmasa, avval gaz tarmog'idan uzish, keyin talabnoma, sudga murojaat, majburiy ijro, hisob raqamlariga cheklov, mol-mulkka taqiq qo'yish kabi jarayonlar boshlanishi mumkin. Albatta, kvartirani darrov olib qo'yishadi degan gapni vahma qilib aytmayman. Lekin katta qarzdorlik sud qaroriga aylansa, majburiy ijro organlari qarzdorning mol-mulkiga nisbatan choralar ko'rishi mumkin. Shuning uchun muammoni boshida to'g'ri hal qilish kerak. Birinchi navbatda hisoblagichning holati uchun javobgarlikni tushunish kerak. Gaz hisoblagichi uy ichida yoki xonadon hududida joylashgan bo'lsa, iste'molchi uning saqlanishiga befarq bo'la olmaydi. Plomba joyidami, hisoblagich korpusi butunmi, oynasi sinmaganmi, raqamlari ko'rinadimi? Magnitiz yoki shubhali narsa yo'qmi? Ulanish joylari o'zgarmaganmi? Bularning hammasi muhim. Masalan, men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam kvartirani ijaraga bergan. Ijarachi 3 yil yashagan. Gaz pulini ba'zan to'lagan, ba'zan to'lamagan. Keyin gaz xodimlari kelib hisoblagich plombasi shikastlanganini aniqlagan. U egasi esa men bu yerda yashamaganman, ijarachi qilgan bo'lsa kerak deydi. Lekin gaz tashkiloti uchun shaxsiy hisob raqam kimning nomida, uy kimniki, iste'molchi kim? Shu muhim bo'ladi. Ijarachi bilan og'zaki kelishuv esa sizni to'liq qutqarib qolmaydi. Agar ijara shartnomasi, topshirish qabul qilish dalolatnomasi, hisoblagich ko'rsatkichlari qayd etilgan hujjat bo'lmasa, uy egasi muammoni o'z bo'yniga olishi mumkin. Yana bir misol. Xonadonda keksa ota-ona yashaydi, kvartira esa farzand nomida. Gaz xodimlari keladi. Hisoblagich tekshirish muddati o'tgan, almashtirish kerak. Dalolatnoma tuzamiz deyshadi. Ota yoki ona hujjatni o'qimasdan imzolaydi. Keyin farzand kelib qarasa, hujjatda faqat tekshirish emas, balki qoidabuzarlik holati ham yozilgan. Shuning uchun men doim aytaman,
Uyda yoshi katta odamlar bo'lsa, ularga oldindan tushuntiring. Har qanday hujjatni o'qimasdan imzolamasin. Agar tushunmasa, farzandim kelsin. Egasi bilan gaplashing. Hujjat nusxasini qoldiring desin. Kimlar alohida xavotir olishi kerak? Birinchidan, hisoblagichi eski bo'lganlar. Agar hisoblagich necha yildan beri tekshiruvdan o'tmaganini bilmasangiz, bu xavf. Ikkinchidan, hisoblagich tashqarida, potvalda, zinapoyada yoki umumiy joyda tursa, plomba va korpusga boshqa odamlar ham ta'sir qilishi mumkin. Uchinchidan, uyini ijaraga berganlar xavotir olishi kerak. To'rtinchidan, gazdan ko'p foydalanadiganlar, masalan, qishda isitish, issiq suv, ovqat pishirish hammasi gazda bo'lgan xonadonlar, chunki normativ bo'yicha qayta hisob qilinsa summa katta chiqadi. Beshinchidan, oldin qarzdorligi bo'lganlar. Chunki qarzdorlik ustiga yangi hisob kitob qo'shilsa vaziyat og'irlashadi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Hisoblagichi yangi plomba butun, oxirgi tekshiruv hujjatlari bor. Oyma-oy to'lov qilgan. Shaxsiy kabinet yoki ilova orqali ko'rsatkichlarni nazorat qilgan. Gaz tashkiloti bilan yozishmalari saqlangan iste'molchi o'zini ancha ishonchli himoya qiladi. Lekin bu ham tekshiruv kelganda beparvo bo'lish mumkin degani emas. Endi 22.500 ming so'm kabi katta summa qanday paydo bo'lishini oddiy misolda tushuntiraman. Deylik, xonadonda hisoblagich plombasi buzilgan deb dalolatnoma tuzildi. Gaz tashkiloti hisoblagich ko'rsatkichiga ishonib bo'lmaydi degan xulosaga keldi. Shunda iste'mol ma'lum davr uchun qayta hisoblanishi mumkin. Agar xonadonda gaz plitasi, isitish qozoni, suv isitgich bo'lsa, hisob kitob oddiy oyma-oy ko'rsatkich bo'yicha emas, belgilangan me'yor yoki uskunalar quvvatiga qarab chiqarilishi ehtimoli bor. Bir oy uchun shartli 1.500.000 so'm chiqsa, 12 oyga 10.800 ming so'm bo'ladi. Ustiga qo'shimcha xarajat, penya yoki boshqa hisob kitob qo'shilsa, summa 22.500 ming so'mga yaqinlashadi. Men bu raqamni aynan shuning uchun aytyapman. Odamlar men oyga 1 ming to'lardim. Qanday qilib birdan 20 million bo'ldi deb hayron qoladi. Sababi bu oddiy to'lov emas. Qoidabuzarlik deb baholangan holat bo'yicha qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Birinchi vaziyat. Xonadon egasi hisoblagich plombasiga ahamiyat bermagan, oshxonada ta'mir bo'lgan. Ustalar shkaf o'rnatgan, hisoblagich yondan quvur o'tgan. Ish paytida plombasi bukilgan yoki uzilgan. Uy egasi buni ko'rgan, lekin keyin aytaman deb yuravergan. Bir necha oy o'tib tekshiruv keldi. Dalolatnomada plomba shikastlangan deb yozildi. Uy egasi buni men buzmaganman, usta bilmay tegib ketgan dedi. Lekin muammo shunda, plomba buzilgan zahoti gaz tashkilotiga yozma xabar berish kerak edi. Agar o'sha kuni ariza qilib fotosurat bilan murojaat qilganda holat boshqacha baholanishi mumkin edi. Kechikish iste'molchining pozitsiyasini zaiflashtiradi. Ikkinchi vaziyat. Hisoblagich tashqarida zinapoyadagi shkafda turadi. Qo'shnilar ham o'tadi, ustalar ham, tozalovchi ham. Bir kuni gaz xodimlari kelib, hisoblagich oynasida yorib borligini aytadi. Xonadon egasi men tegmaganman, bu umumiy joyda turibdi deydi. Bu yerda muhim savol. Hisoblagich joylashgan quti qulflanadimi? Kalit kimda? Oldingi tekshiruvda hisoblagich butun deb qayd etilganmi? Video kuzatuv bormi? Qo'shnilar guvoh bo'la oladimi? Agar bu dalillar bo'lmasa, men qilmaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi vaziyat. Hisoblagichning davlat tekshiruvi muddati o'tgan. Ko'pchilik buni tushunmaydi. Hisoblagich ham oddiy uskuna emas. U ma'lum muddatdan keyin tekshiruvdan o'tishi kerak. Agar muddat o'tsa, uning ko'rsatkichlari bo'yicha hisoblash masalasida nizo chiqishi mumkin. Ba'zan gaz tashkiloti oldindan xabar berish kerak bo'lgan holatlar bo'ladi. Ba'zan iste'molchining o'zi ham muddatni kuzatish kerak. Shuning uchun hisoblagich pasporti o'rnatilgan sana, oxirgi tekshiruv sanasi va keyingi tekshiruv muddati alohida papkada turishi kerak. To'rtinchi vaziyat. Kvartira sotib olingan, eski egadan qarzdorlik yoki hisoblagich bo'yicha muammo qolgan. Yangi egasi men endi oldim, menga aloqasi yo'q deydi. Aslida oldi sotdi, paytida kommunal qarzdorliklar, shaxsiy hisob raqam, hisoblagich ko'rsatkichi, plombalar holati albatta tekshirilishi kerak. Agar siz kvartira olayotgan bo'lsangiz, faqat kadastr hujjatini emas, gaz, elektr, suv bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotni ham ko'ring. Hisoblagichni suratga oling. Ko'rsatkichini shartnomaga yoki alohida dalolatnomaga kiriting. Aks holda eski muammo yangi egaga bosh og'rig'i bo'lib qolishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchisi,
Gaz xodimi kelganning o'zi siz qoidabuzar degani emas. Tekshiruv qonuniy tartibda o'tkazilishi, xodimlar o'zini tanishtirishi, xizmat guvohnomasini ko'rsatishi, nima sababdan kelganini tushuntirishi kerak. Siz ularni umuman kiritmayman deb turib olishingiz ham to'g'ri emas. Chunki gaz xavfsizlik masalasi. Lekin siz hujjatlarni ko'rishga, jarayonni tushunishga, dalolatnoma nusxasini olishga, e'tirozingizni yozishga haqlisiz. Ikkinchisi, dalolatnoma imzolash juda muhim masala. Ko'pchilik imzo qo'ysam, faqat ular kelganini tasdiqlayman deb o'ylaydi. Lekin hujjatda nima yozilganini o'qimay imzo qo'yish katta xato. Agar dalolatnomada siz rozi bo'lmagan gap yozilgan bo'lsa, bo'sh joyga yoki izoh qismiga o'z e'tirozingizni yozing. Plomba buzilganiga rozi emasman. Hisoblagich umumiy joyda joylashgan. Hujjat mazmuni menga to'liq tushuntirilmadi. Ekspertiza talab qilaman. Fotosurat va video olindi kabi imzo qo'yishdan oldin har bir qatorni o'qing. Agar nusxa berishmasa, bu holatni ham yozib qo'ying yoki video orqali qayd qiling. Uchinchisi, plomba buzilgan bo'lsa ham darhol hamma narsa sizning aybingiz degani emas. Masalan, hisoblagich gaz tashkiloti xodimlari tomonidan oldin almashtirilgan, lekin plomba sifatli o'rnatilmagan bo'lishi mumkin. Yoki ta'mirlash vaqtida favqulodda holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki hisoblagich umumiy hududda turgan bo'lishi mumkin. Lekin bular og'zaki gap bilan emas, dalil bilan isbotlanadi. Surat, video, guvoh, oldingi dalolatnoma, murojaat raqami, chaqiruv yozuvi, texnik xizmat hujjati. To'rtinchisi, hisoblagichga magnit qo'yish, ko'rsatkichni to'xtatish, quvurni aylanma ulash. Plombani almashtirib qo'yish kabi ishlar juda xavfli. Ba'zi ustalar hech kim bilmaydi. Men qilib beraman, kam to'laysiz deb odamlarni aldashi mumkin. Men buni qat'iy aytaman. Bunday yo'l bilan tejamoqchi bo'lgan odam oxirida bir necha yillik to'lovdan ham ko'p zarar ko'radi. Bundan tashqari gaz xavfsizlik nuqtai nazaridan ham xavfli. Noqonuniy ulanish, portlash, yong'in, zaharlanish xavfini oshiradi. Bu faqat pul masalasi emas, hayot masalasi. Beshinchisi, og'zaki kelishuvlarga ishonmang. Hozircha imzo qo'yavering, keyin hal qilamiz. Pulni to'lab turing, keyin qaytaramiz. Ariza yozmang, o'zimiz ko'ramiz degan gaplar hujjat o'rnini bosmaydi. Har bir muhim masala yozma bo'lishi kerak. Ariza topshirdingizmi? Kirim raqamini oling. Telegram orqali yozdingizmi? Screenshot saqlang. Gol markazga qo'ng'iroq qildingizmi? Murojaat raqamini yozib oling. Keyin sizga aynan shu dalillar kerak bo'ladi. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, bugunoq gaz hisoblagichingizni tekshiring. Plomba bormi, butunmi, simi uzilmaganmi? Raqami ko'rinadimi? Hisoblagich oynasi sinmaganmi? Korpusida shikast yo'qmi? Quvurlar joyida turibdimi? Shularni ko'ring. Telefoningizga yaqin masofadan yaxshi yorug'likda suratga oling. Suratga hisoblagich raqami, ko'rsatkich. Plomba va umumiy joylashuv tushsin. Buni har oy bir marta qilish odatga aylansin. Keyin nizo bo'lsa, sizda tarix bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizda hisoblagich pasporti, o'rnatish dalolatnomasi, plombalash dalolatnomasi, oxirgi tekshiruv hujjati, gaz ta'minoti shartnomasi, to'lov kvitantsiyalari bo'lishi kerak. Agar qog'ozlar yo'qolgan bo'lsa, hududiy gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qilib, nusxa yozib ma'lumot so'rang. Arizada shunday yozish mumkin. Mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha gaz hisoblagichining o'rnatilgan sanasi, oxirgi metrologik tekshiruv sanasi, keyingi tekshiruv muddati. Plombalash dalolatnomasi va mavjud qarzdorlik to'g'risida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada bering, bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Uchinchi qadam. Agar hisoblagichda shikast ko'rsangiz, kutmang. Darhol gaz tashkilotiga xabar bering. Telefon qiling, murojaat raqamini oling, keyin yozma ariza yuboring. Arizada hisoblagich plombasi shikastlanganini aniqladim. O'zim aralashmaganman. Holatni rasmiy ko'rib chiqish va qayta plombalashni so'rayman deb yozing. Muhimi, gaz xodimi kelib topguncha yashirib yurmaslik kerak. O'zingiz xabar berganingiz sizning vijdonan harakat qilganingizni ko'rsatadi. To'rtinchi qadam, tekshiruv kelganda jarayonni nazorat qiling. Xodimlardan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rang. Qaysi tashkilotdan kelgani, familiyasi, lavozimi, kelish sababi, dalolatnoma raqamini yozib oling. Jarayonni video yoki suratga olishga harakat qiling, lekin janjal qilmasdan, xotirjam ohangda men hujjatlashtirish uchun suratga olyapman deb ayting. Hisoblagitni yechishsa, qadoqlash, muhrlash, ekspertizaga yuborish tartibini so'rang. Hisoblagitni shunchaki olib ketishlariga befarq qaramang.
Beshinchi qadam, dalolatnomani o'qimasdan imzolamang. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa ham nusxa oling. Agar rozi bo'lmasangiz, e'tirozingizni yozing. Rozi emasman degan ikki so'z ham ba'zan juda muhim. Undan ham yaxshisi sababini yozing. Hisoblagich umumiy foydalanish joyida joylashgan. Unga begona shaxslar kirishi mumkin. Plomba holati bo'yicha ekspertiza talab qilaman. Ko'rsatilgan muddatga rozi emasman. Menga hisob-kitob tartibi tushuntirilmadi. Bo'sh joy qoldirmaslikka harakat qiling. Agar sizga e'tiroz yozishga imkon berishmasa, bu haqda alohida ariza bilan darhol murojaat qiling. 6-qadam, katta summa chiqsa, darhol to'lab yuborishga shoshilmang. Lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Avval yozma hisob-kitobni talab qiling. Qaysi davr uchun qaysi formula bo'yicha, qaysi uskunalar hisobga olinib, qaysi normativ asosida 22.500 ming so'm chiqarilganini so'rang. Ba'zan xatolar bo'ladi. Xonadonda mavjud bo'lmagan gaz uskunasi kiritilgan bo'ladi. Davr noto'g'ri olinadi. Odam soni noto'g'ri ko'rsatiladi. Hisoblagich almashtirilgan sana hisobga olinmaydi. Siz hisob-kitobni ko'rmasdan turib, bu summa to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini bilmaysiz. 7-qadam, e'tiroz arizasi yozing. Arizada holatni hissiyot bilan emas, fakt bilan bayon qiling. Falon sanada tekshiruv o'tkazildi. Falon raqamli dalolatnoma tuzildi. Unda ko'rsatilgan holatlarga quyidagi sabablarga ko'ra rozi emasman. Hisoblagich falon joyda joylashgan. Plomba oldingi tekshiruvda butun deb qayd etilgan. Men tomonidan gaz tashkilotiga falon sanada murojaat qilingan. Hisob-kitob asoslarini taqdim etishingizni, mustaqil yoki qayta ekspertiza o'tkazishingizni, qarzdorlikning yakuniy xulosa chiqqunga qadar majburiy undirish choralariga yubormasligingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga suratlar, kvitansiyalar, oldingi hujjatlar nusxasini ilova qiling. 8-qadam. Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga va zarur bo'lsa sudga murojaat qiling. Bunda vaqtni bo'y bermaslik muhim. Ba'zi odamlar 3 oy, 6 oy yuradi. Keyin qarzdorlik sudga oshib ketgan bo'ladi. Siz esa boshidan yozma iz qoldiring. Sudda men rozi emas edim deyish uchun avvalgi arizalaringiz, e'tirozlaringiz, dalillaringiz bo'lishi kerak. 9-qadam. Ijaraga bergan uylar bo'yicha alohida tartib qiling. Ijarachi kirganda hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling, plombani suratga oling, topshirish qabul qilish dalolatnomasiga yozing. Shartnomada kommunal to'lovlarni kim to'lashi, hisoblagichga zarar yetkazilsa kim javob berishi, tekshiruv kelganda uy egasiga darhol xabar berish majburiyati bo'lishi kerak. Har oy to'lov kvitansiyasini so'rang. Ijarachi yaxshi odam degan ishonch hujjat o'rnini bosmaydi. 10-qadam. Kvartira sotib olayotganda kommunal tekshiruvni shart qiling. Gaz bo'yicha qarzdorlik yo'qligi, hisoblagich holati, ko'rsatkich, plomba, shaxsiy hisob raqam egasi, oxirgi to'lov sanasi, bularni oldindan tekshiring. Notariusga borgunga qadar sotuvchidan kommunal ma'lumotlarni talab qiling. Uy chiroyli joylashuvi yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin ichida 20 millionlik nizo yashirin turgan bo'lsa, keyin bu sizga juda qimmatga tushadi. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Gaz hisoblagichi oddiy temir quti emas, u sizning to'lovingiz, huquqingiz va javobgarligingiz bilan bog'liq asosiy dalildir. Plomba butun bo'lishi kerak, hujjatlar saqlanishi kerak, tekshiruv muddati nazorat qilinishi kerak, dalolatnoma o'qib imzolanishi kerak. Katta summa chiqsa esa hisob-kitob asosi talab qilinishi kerak. 22.500 ming so'm kabi raqamlar ko'pincha odamlar vaqtida e'tibor bermagani, hujjatni o'qimagani, ariza yozmagani yoki dalil yig'magani uchun paydo bo'ladi. Mening maslahatim oddiy. Bugun hisoblagichingizni suratga oling, hujjatlaringizni tekshiring, qarzdorlik bor yo'qligini aniqlang va oilangizdagilarga tekshiruv kelganda qanday yo'l tutishni tushuntiring. Muammo chiqqandan keyin emas, muammo chiqmasdan oldin harakat qiling. Shunda siz nafaqat jarimadan, balki katta qarzdorlik, sud, majburiy ijro va mol-mulkka bog'liq xavflardan ham o'zingizni himoya qilasiz. Sizning hududingizda gaz hisoblagichi bo'yicha shunday tekshiruvlar bo'lganmi? Kimdadir katta summa chiqqanmi, dalolatnoma tuzilganmi yoki aksincha muammoni to'g'ri ariza bilan hal qilganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu mavzu har bir xonadon uchun juda muhim.